Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugungi 9-sinf geometriya darsini boshlaymiz. Mavzu markaziy simmetriya va burish. Bugungi darsimizda biz nuqtaga nisbatan simmetriya, markaziy simmetrik shakllar va burish to'g'risidagi tushunchalarni bilib olamiz. O'tgan darsimizda simmetriya tushunchasini hamda o'qqa nisbatan simmetriya haqida bilib olgan edik. Umuman tabiatda simmetriyani har qadamda uchratish mumkin. Masalan, jonli mavjudotlarning ko'pchiligi, xususan inson va hayvonlarning gavdasi, o'simliklarning barglari va gullari simmetrik tuzilgandir. Shuningdek, jonsiz tabiat unsurlari ham borki, masalan, qor zarralari, tuz kristallari, moddalarning molekulyar tuzilishi ham ajoyib simmetrik shakllardan iboratdir. Tabiatdagi bu go'zallik va mukammallikdan andoza olgan quruvchi, injener va arxitektorlar kabi ijodkorlar yaratgan ko'plab inshoot va binolar, qurilma va mexanizmlar, texnika va transport vositalari ham simmetrik yaratilgan. Keling, hozir o'tgan darsda mustaqil bajarishingiz uchun berilgan topshiriqni tekshirib olamiz. 16-9-masala. Quyidagi rasmda koordinatalar tekisligida tasvirlangan shakllarni daftaringizga ko'chirib chizing. Shu koordinatalar tekisligida bu shakllarga OX hamda OY o'qlariga nisbatan simmetrik shakllarni quring. Rasmda tasvirlangan to'g'ri to'rtburchakka OY hamda OX o'qlariga nisbatan simmetrik shakllarni quramiz. Buning uchun to'g'ri to'rtburchakning uchlarini A, B, C, D kabi belgilab olamiz va ularning koordinatalarini aniqlab olamiz. Endi esa to'g'ri to'rtburchakka OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan shaklni quramiz. Buning uchun A, B, C, D nuqtalarga OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtalarni topamiz. A nuqtaga OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqta koordinatalari -2 va 3 dan iborat bo'lgan A1 nuqta bo'ladi. B nuqtaga simmetrik bo'lgan nuqta B1 -2, 7 nuqta bo'ladi. C nuqtaga simmetrik bo'lgan nuqta koordinatalari -8 u 7 dan iborat bo'lgan C1 nuqta bo'ladi. Koordinatalari 8 u 3 ga ega bo'lgan D nuqtaning OY o'qiga nisbatan simmetrik nuqtasi -8 u 3 koordinatalardan iborat bo'lgan D1 nuqtaga teng bo'ladi. Endi hosil bo'lgan nuqtalarni tutashtirib, berilgan to'g'ri to'rtburchakka OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan to'g'ri to'rtburchakni hosil qilamiz. Endi berilgan to'g'ri to'rtburchakka OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan shaklni quramiz. Buning uchun A, B, C, D nuqtalarga OX o'qiga nisbatan simmetrik nuqtalarni topamiz. A2, 3 nuqtaga OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqta A2, 2-3 nuqta bo'ladi. Koordinatalari 2, 7 bo'lgan B nuqtaga OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqta koordinatalari 2-7 bo'lgan B2 nuqta bo'ladi. C va D nuqtalarga ham xuddi shunday tarzda OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtalarni topamiz. Hosil bo'lgan nuqtalarni tutashtirib, berilgan to'g'ri to'rtburchakka OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan to'g'ri to'rtburchakni hosil qilamiz. Endi esa ushbu rasmda tasvirlangan uchburchakka OX hamda OY o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lgan shakllarni quramiz. Keling, oldin uchburchakning uchlarini A, B, C kabi belgilab olamiz. Endi esa A, B, C nuqtalariga OY o'qiga nisbatan simmetrik nuqtalarni topamiz. Bu nuqtalar quyidagicha bo'ladi. Ya'ni A nuqtaning OY o'qiga nisbatan simmetrik nuqtasi koordinatalari 8-7 dan iborat bo'lgan A1 nuqta bo'ladi. B nuqtaga OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqta koordinatalari 5-2 dan iborat bo'lgan B1 nuqta bo'ladi.
C nuqtaga OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqta koordinatalari 2 -7 bo'lgan C1 nuqta bo'ladi. Endi hosil bo'lgan nuqtalarni tutashtirib, berilgan uchburchakka OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan uchburchakni hosil qilamiz. Endi esa ushbu uchburchakka OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan uchburchakni quramiz. Buning uchun uchburchakning ABC uchlariga OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtalarni topamiz. Bu nuqtalar A2, B2 va C2 nuqtalar bo'ladi. Endi esa bu nuqtalarni tutashtirib, berilgan uchburchakka OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan uchburchakni hosil qilamiz. Keyingi shakl beshburchakdan iborat. Ushbu beshburchakka OY hamda OX o'qlariga nisbatan simmetrik shakllarni quramiz. Keling, ushbu beshburchakning uchlarini A, B, C, D, E harflari bilan belgilab, ularning koordinatalarini aniqlab olamiz. Endi esa bu nuqtalarga OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtalarni topib chiqamiz. Bular A1, B1, C1, D1 hamda Y1 nuqtalar bo'ladi. Hosil bo'lgan nuqtalarni tutashtiramiz va berilgan beshburchakka OX o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan beshburchakni hosil qilamiz. Endi esa ushbu beshburchakka OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan shaklni quramiz. Buning uchun beshburchakning uchlari A, B, C, D, E nuqtalariga OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtalarni topamiz. Bu nuqtalar A2, B2, C2, D2 hamda Y2 nuqtalar bo'ladi. Hosil bo'lgan nuqtalarni tutashtiramiz va berilgan beshburchakka OY o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan beshburchakni hosil qilamiz. Mana qadrli o'quvchilar, o'tgan darsda berilgan mustaqil topshiriqni ham tekshirib oldik. Endi esa bugungi mavzuyimizni nuqtaga nisbatan simmetriya tushunchasi bilan boshlaymiz. Agar AO teng OA1, ya'ni O nuqta AA1 kesmaning o'rtasi bo'lsa, tekislikda berilgan A va A1 nuqtalar O nuqtaga nisbatan simmetrik deyiladi. Bunda A dan O gacha bo'lgan masofa A1 dan O gacha bo'lgan masofaga teng bo'ladi. Agar tekislikda berilgan F shaklining har bir nuqtasi O nuqtaga nisbatan simmetrik nuqtaga ko'chsa, yangi F1 shakl hosil bo'ladi. Bunday almashtirishda F va F1 shakllar O nuqtaga nisbatan simmetrik deyiladi. Nuqtaga nisbatan simmetriya harakatdir. Quyida tasvirlangan delfinlar rasmi O nuqtaga nisbatan simmetrik shakllar bo'ladi. Agar F shakl O nuqtaga nisbatan simmetrik almashtirishda o'ziga ko'chsa, u markaziy simmetrik shakl deb ataladi. Nuqtaga nisbatan bunday simmetriya markaziy simmetriya deyiladi. Masalan, parallelogram diagonallari kesish nuqtasi O ga nisbatan markaziy simmetrik shakl hisoblanadi. Endi burish tushunchasini bilib olamiz. Aytaylik, tekislikda O nuqta va Fi burchak berilgan bo'lib, shakl almashtirishda tekislikning ixtiyoriy A nuqtasi shunday A1 nuqtaga ko'chsinki, bunda OA teng OA1 va AOA1 burchak Fi ga teng bo'lsin. Bunday shakl almashtirish tekislikni O nuqta atrofida Fi burchakka burish deyiladi. Nuqtaga nisbatan burish ham harakat bo'ladi. Agar tekislikda berilgan F shaklining har bir nuqtasi O nuqtaga nisbatan Fi burchakka bursak, yangi F1 shakl hosil bo'ladi. Bunda F shakl O nuqtaga nisbatan Fi burchakka burishda F1 shaklga o'tdi deyiladi. Ushbu rasmda kalit rasmi va uni biror burchakka burishda hosil bo'lgan shakl keltirilgan. Yodingizda tuting, O nuqtaga nisbatan 180 gradusga burchakka burish O nuqtaga nisbatan markaziy simmetriyadan iborat bo'ladi. Shuni ham yodingizda tutingki, koordinatalari bilan berilgan A, X, Y nuqta koordinata boshiga nisbatan simmetriyada koordinatalari -x, -y bo'lgan A1 nuqtaga
o'tadi. Keling, A nuqta sifatida koordinatalari 4 bo'lgan nuqtani olamiz va bu nuqtaga koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtani topamiz. Bu nuqta koordinatalari -4 dan iborat bo'lgan A1 nuqta bo'ladi. Endi esa masalalar yechishga o'tamiz. Birinchi masala. O2-4 nuqtaga nisbatan simmetriyada A1-2 nuqta qaysi nuqtaga o'tadi? A1, X1, Y1 izlanayotgan nuqta bo'lsin. Ta'rifga ko'ra, O nuqta A1 kesmaning o'rtasidir. O nuqtaning koordinatalarini A va B bilan, A nuqtaning koordinatalarini esa X va Y bilan belgilaylik. Va nuqtaning o'rtasini topish formulalaridan foydalanamiz. Bunda A X plus X1 taqsim 2 ga, B Y plus Y1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. A ning o'rniga 2 ni qo'yamiz. X ning o'rniga 1 ni, B ning o'rniga 4 ni, Y ning o'rniga 2 ni qo'yib, hosil bo'lgan tenglamalarni yechamiz va X1 ning 3 ga, Y1 ning 6 ga teng ekanligini topamiz. Demak, O2-4 nuqtaga nisbatan simmetriyada A1-2 nuqta A1 3-6 nuqtaga o'tadi. Endi esa darslikdan 17-birinchi masalani yechamiz. O-2-3 nuqtaga nisbatan markaziy simmetriyada A4-2 nuqta qaysi nuqtaga o'tadi? Bu masalani ham yuqoridagi kabi yechamiz. A1, X1, Y1 izlanayotgan nuqta bo'lsin. Ta'rifga ko'ra, O nuqta A1 kesmaning o'rtasidir. Endi O nuqtaning koordinatalarini A va B bilan, A nuqtaning koordinatalarini esa X va Y bilan belgilaymiz va nuqtaning o'rtasini topish formulalaridan foydalanamiz. Bunda A X plus X1 taqsim 2, B Y plus Y1 taqsim 2 ga tengdir. A ning o'rniga -2 ni, X ning o'rniga 4 ni qo'yamiz. B ning o'rniga 3 ni, Y ning o'rniga 2 ni qo'yamiz. Hosil bo'lgan tenglamalarni yechib, X1 ning -8 ga, Y1 ning 4 ga teng ekanligini topamiz. Demak, O-2-3 nuqtaga nisbatan markaziy simmetriyada A4-2 nuqta A1 -8-4 nuqtaga o'tadi. Keyingi masala 17-2 masala. Rasmda tasvirlangan shakllarda O nuqta simmetriya markazi ekanligini asoslang. AB kesmaning o'rtasi O nuqta uning simmetriya markazi bo'ladi. Bunda A dan O gacha bo'lgan masofa O dan B gacha bo'lgan masofaga tengdir. Doiraning chegarasi aylananing ixtiyoriy nuqtasidan uning markazi O nuqtagacha bo'lgan masofalar teng bo'lganligi sababli doiraning markazi uning simmetriya markazi bo'ladi. Kvadratning diagonallari kesishish nuqtasi uning simmetriya markazi bo'ladi. Kvadratning diagonallari xossasiga ko'ra uning diagonallari kesish nuqtasida teng 2 ga bo'linadi. Shuning uchun ham bu O nuqtani biz simmetriya markazi sifatida hisoblaymiz. Rasmda tasvirlangan muntazam oltiburchakning simmetriya markazi O nuqta bo'ladi. Bunda O nuqta oltiburchakning katta diagonallari kesishish nuqtasidan iboratdir. 17-3 masala. -2-5, 2-2, -12-6 nuqtalar koordinatalar boshiga nisbatan markaziy simmetriyada qaysi nuqtalarga o'tadi? Keling, ushbu nuqtalarni koordinatalar tekisligida belgilab olamiz. -2-5 nuqtani koordinatalar tekisligida belgilaymiz va unga koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik nuqtani topamiz. Bunda nuqtaning har bir koordinatasi qarama-qarshi ishoraga o'zgaradi. Demak, -2-5 nuqtaga koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqta 2-5 nuqta bo'ladi. Keyingi nuqta 2-2 nuqta. Bu nuqtaga koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqta koordinatalari -2-2 dan iborat bo'lgan nuqta bo'ladi. Endi -12-6 nuqtaga koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtani topamiz. Bunda nuqtaning
ham abstsasi ham ordinatasi ishoralari qarama-qarshisiga o'zgaradi. Demak, -12,6 nuqtaga koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqta 12,-6 nuqtadan iborat bo'ladi. 17-4-masala. Markaziy simmetriya harakat ekanligini isbotlang. Isbot. Tekislikda koordinatalar sistemasining boshi O nuqtani simmetriya markazi sifatida belgilaylik. AX1, Y1 va BX2, Y2 shu koordinatalar sistemasida berilgan ixtiyoriy nuqtalar bo'lsin. U holda AB teng A1, B1 bo'lishini isbotlaymiz. Ya'ni A dan B gacha bo'lgan masofa A1 dan B1 gacha bo'lgan masofaga teng bo'lishini isbotlaymiz. Buning uchun dastlab A1 va B1 nuqtalarining koordinatalarini topamiz. Yuqoridagiga ko'ra A1 va B1 nuqtalarining koordinatalari A va B nuqtalarining koordinatalariga nisbatan qarama-qarshi bo'ladi. Bu nuqtalarni koordinatalar tekisligida belgilab olamiz. So'ngra AB hamda A1, B1 masofalarni topamiz. A dan B gacha bo'lgan masofa ildiz ostida qavs ichida x2 minus x1 ning kvadrati plus y2 minus y1 ning qavs kvadratiga tengdir. Xuddi shunday A1 dan B1 gacha bo'lgan masofa ushbu formula orqali topiladi va bundan ko'rinib turibdiki, A1 dan B1 gacha bo'lgan masofa A dan B gacha bo'lgan masofaga tengdir. Demak, markaziy simmetriya harakatdir. Keling, shu masalada A nuqtaning o'rniga koordinatalari 3 bo'lgan nuqtani olaylik. B nuqtaning o'rniga esa koordinatalari 9,1 bo'lgan nuqtani olaylik. U holda bu nuqtalarga O nuqtaga nisbatan simmetrik nuqtalar A1 -3 va B1 -9 nuqtalar bo'ladi. Endi A1 va B1 nuqtalarini koordinatalar tekisligida belgilab olamiz. U holda AB hamda A1, B1 masofalarni topsak, A dan B gacha bo'lgan masofa ildiz ostida 40 ga, A1 dan B1 gacha bo'lgan masofa ham ildiz osti 40 ga teng ekanligini topamiz. Ko'rinib turibdiki, bunda A va B nuqtalar orasidagi masofalar bilan A1 va B1 nuqtalar orasidagi masofalar teng bo'ldi. Demak, AB teng A1, B1. 17-5-masala. Parallelogramning diagonallari kesish nuqtasi O ga nisbatan markaziy simmetrik shakl ekanligini isbotlang. Isbot X parallelogramning ixtiyoriy nuqtasi bo'lsin. XO nur o'tkazamiz va bu XO nurni davom ettirib, uning CD tomon bilan kesish nuqtasini X1 deb belgilaylik. So'ngra XOB va X1OD uchburchaklarni qaraymiz. Parallelogramning diagonallari xossasiga ko'ra BO hamda ODlar tengdir. Vertikal burchaklar BOX va DOX1 burchaklar vertikal burchaklar sifatida tengdir. XBO hamda X1DO burchaklar ichki almashinuvchi burchaklar sifatida tengdir. Demak, XOB va X1OD uchburchaklar teng bo'ladi. Bu uchburchaklarning tengligidan XO teng X1O ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni X dan O gacha bo'lgan masofa X1 dan O gacha bo'lgan masofaga tengdir. X1 nuqta ham parallelogramga tegishli, demak, parallelogram O nuqtaga nisbatan markaziy simmetrik shakldir. Mana qadrli o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan birgalikda markaziy simmetriya tushunchasiga ega bo'ldik. Mustaqil bajarishingiz uchun topshiriqlar darslik kitobingizning 54-sahifasidagi 17-6dan 17-10gacha bo'lgan masalalarni bajarish bo'ladi. Shuning bilan darsimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.